Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. O'tgan kungi videomizdan keyin kommentariyada bir qancha savollar yig'ilib qoldi. Ya'ni hayvonlarda masalan umuman qo'ychilik sohasida, qo'y boqishda asosan nimalarga e'tibor berish kerak? Ya'ni qo'ylarni tanlashda qanaqa zot tanlash kerak hamda qancha yoshdan qancha miqdor boqish kerak degan savollar juda ham ko'p yozildi, ko'p berildi. Ayniqsa bir ukamiz Rossiya Federatsiyasidan telefon qildi. Ya'ni u ishlab yurib musofirchilikda pul to'playapti-da, hali chorvachilikdan xabar yo'q. Ya'ni chorva olib boqmagan. Faqat shu ijtimoiy tarmoqlardagi masalan har xil kanallarni ko'rib, masalan qo'ylarni oldi-sotdi kanallari bor, boshqalar bor, shularni ko'rib qo'y boqishga, ya'ni qo'ychilik sohasiga ancha qiziqishini bildirdi hamda telefon orqali menga murojaat qildiki, aka sizni ham videolaringizni ko'p kuzatib boramiz. Shunga iltimos maslahat bersangiz, qanaqa qo'ylarni olsak, ya'ni qanaqa zotlarda, sababi hozirgi kunda juda ham ijtimoiy tarmoqlarda ko'p kanallar masalan Hisori yo'nalishi bo'yicha yoki bo'lmasa Arashan zotli qo'ylar bo'yicha juda ham tavsiyalar, maslahatlar yoki bo'lmasa shunga o'xshash munozarali roliklar juda ham ko'p. Shuning uchun o'sha ukaxonimiz ozgina o'ylanib turibdi ekan, ya'ni qanaqa qo'y boqsa bo'ladi degan. Shu masala bo'yicha hozir qo'limizdan kelganicha oydinlik kiritib berishga harakat qilamiz. Videoni kuzatishda davom etamiz. Bu yerda asosiy savol birinchi Hisori masalasida. Ikkinchisi Arashan. Va uchinchisi oddiy mahalliy zot. Shu uchala masala bo'yicha savol yuzaga kelyapti, ya'ni qaysi birini boqsak bo'ladi degan. Avvalo har bitta jonzot, har bitta borliq borki, Alloh yaratgan. Buni masalan Hisorini Arashandan, Arashanni Hisoridan yoki bo'lmasa mahalliy zotlarni bulardan ustun qo'yib bo'lmaydi. Sababi Alloh yaratgan mavjudot hammasi o'zini yo'lida, ya'ni boqilish mintaqalariga qarab, boqilish maqsadlariga qarab har xil effekt beradi. Masalan, oddiy shunday uy holatlarida qo'y boqadigan bo'lsak, ayniqsa bu birinchi qo'y boqadigan qo'y ishqibozlariga, ya'ni chorvadan foyda qilaman yoki chorva boqib manfaat ko'raman degan odamlar uchun bu ko'proq mahalliy zotlar yaxshi. Yoki bo'lmasa tog'li zonalarda, adirli zonalarda, kengliklarda boqish uchun Hisori qo'ylari bular yaxshi konstitutsiyaga ega, ya'ni o'sha yaxshi shakl shamoilga tuzilishga hamda baquvvatlikka, masalan oyoqlarini chidamliligi hamda kasalliklarga nisbatan chidamliliklari bular Hisori qo'ylarda yuqoriroq. Arashan qo'ylarini ham masalan o'ziga yarasha ko'p ustunlik tomonlari bor. Masalan rangi jihatdan yoki bo'lmasa qo'ylarda o'zini holati, klinik holatlari, kasalliklarga chidamliliklari hamda fasonlari, ya'ni ko'rinish jihatlaridan Arashan qo'yini ham o'ziga yarasha ustunliklari bor. Endi bir narsaga biz ko'p guvoh bo'lamiz, ya'ni o'sha ijtimoiy tarmoqlarda qo'pol qilib aytganda qaysidir ma'noda guruhlarga bo'linadi. Masalan, Hisorichilar yoki Arashanchilar deydi. Bularning o'rtasida tendensiya, ya'ni munozara ko'p kuzatamiz biz. Masalan, Hisori qo'yini ustunliklarini solishtiradi endi Arashan qo'yiga nisbatan yoki bo'lmasa aksi. Ya'ni Arashan qo'yini Hisori qo'yiga nisbatan yuqorilik darajalarini solishtiradi. Bu noto'g'ri, sababi buni bundan ustun yoki buni bundan ustun deyishlik o'zi aslida bu yaxshi ish emas. Sababi Alloh yaratgan bir mavjudotning ustida biz bosh qotirishligimiz yoki unisini undan, bunisini bundan ustun qo'yishimiz aslida noto'g'ri. Lekin bitta narsani biz hisobga olishimiz kerak, avvalo maqsadga bog'liq. Ya'ni hayvonni boqishlik undan ko'zlangan maqsadga bog'liq. Masalan, biz undan foyda qilmoqchimizmi, ya'ni moliyaviy tomondan bo'yimoqchimizmi yoki olib naslni ko'paytirmoqchimizmi, masalan sotib foyda qilmoqchimizmi yoki iste'molga go'shtga foyda qilmoqchimizmi? Birinchi o'rinda maqsadga qaraladi. Shunga qarab zot tanlanadi. Bu zotlar masalan endi bu hozirgi kundagi berilgan savol uchun men aynan shu 3 ta
turni tanladim, lekin aslida bularda liniyalari, zotlari juda ham ko'p. Lekin bu savoldan kelib chiqqan holatda shuni tanladim men mavzu qilib. Bitta narsani iltimos qilib qolaman videoni boshida, bu videodan keyingi masalan munozaralar yoki bo'lmasa bahslar imkoni qadar bo'lmasligi kerak. Sababi men savolga nisbatan bir oddiy mutaxassis sifatida javob bermoqchiman. Bu yerda birovdan ustun qo'ymoqchi emasman. Sababi har bitta zot bo'layotganda Alloh yaratgan, bularning hammasi zoti qo'y, faqat liniyalari boshqacha, sharoitlarga qarab, ya'ni o'sha moslashuvchanlik yoki keltiradigan foydasiga qarab bular turlarga ajratilgan. Endi biz asli savolga qaytadigan bo'lsak, ya'ni o'sha musofirda yurgan ukamiz bergan savoli, men shu 3 ta zotdan, o'sha 3 ta tur qo'ydan qaysi birini olib boqsam menga qulayroq degan savoliga javob berishga harakat qilib o'tamiz. Buni oddiy bir ya'ni qo'ylarni masalasida tushuntirib emas, bir hayotiy misol tariqasida tushuntirib o'tmoqchiman. Agar oddiy avtomashina bilan qo'y turlari, ya'ni bular o'sha iste'molchilar olishi mumkin bo'lgan narsalar, men avtomashinalar ko'rinishida solishtirib bermoqchiman, ya'ni qo'ylarni oldi soatda qaysi birisini olgan ma'qul degan ma'noda. Masalan, olaylik, mashinalarda birinchisiga masalan sal kattaroq inomarkalarni qo'yadigan bo'lsak, masalan olaylik BYD. Xo'p, ikkinchisiga masalan qo'y nimasiga, birinchi zotiga misol uchun mana Hisori. Mashinalarning ikkinchisiga olaylik misol uchun Volkswagen. Qo'ylarga Arashan. Hamda uchinchisiga avtomashinalarga oddiy Cobalt. Endi qo'y turlariga mahalliy zot. Endi bularda men keltirishimdan murod bular inomarkalar, ya'ni tepadagi ikkita oliy sortli mashinalar hamda qimmatbaho mashinalar. Qo'ylar ham xuddi shunday. Masalan, Hisori qo'ylari, Arashan qo'ylari bular oliy turli qo'ylar, ya'ni zoti yuqori bo'lgan hamda moliyaviy tomondan qimmat bo'lgan narsalar. Uchinchisi Cobalt, bu oddiy mahalliy mashina hamda mahalliy zot, bu oddiy o'zimizda mana shu mesning oddiy qo'ylar. Maqsad masalan bundan ham foydalanish, o'sha o'zimizni shaxsiy ehtiyojimiz uchun olinadi va foydalaniladi. Bulardan ham xuddi shunday, o'zimizning ehtiyojimiz uchun olinadi hamda maqsadli foydalaniladi. Endi boyagi musofir ukamizni savoliga javob tariqasida unga tushuncha berib o'tmoqchimanki, masalan ukamiz hali qo'y olmagan, qo'y boqmagan, u faqat qiziqish bildiryapti. Ya'ni masalan xuddi ijtimoiy tarmoqlarda masalan avtomashinalarda reklamalarini ko'rib, musofirchilikda yurib pul to'plab yig'ib turib, qaysi mashinani olsam ekan deb o'ylangan o'yga xuddi teng bu ham. Ya'ni chorvachilik sohasidagi uni o'ylari. Endi bunga bitta yengilroq yechim, agar ijtimoiy ahvol, ya'ni moliyaviy tomon baquvvat yaxshi bo'ladigan bo'lsa, zotlarga interes bo'ladigan bo'lsa, qiziqish yaxshi bo'ladigan bo'lsa, masalan Hisori yoki bo'lmasa Arashan qo'ylarini olish mumkin. Xuddi o'sha BYD yoki Volkswagen mashinalarini olib, o'sha komforti bor ularda, o'ziga yarasha masalan narx qimmat bo'lganligi bilan qulayliklari, sharoitlari zo'r. Agar moliyaviy ahvol zo'r bo'ladigan bo'lsa, shu yuqori zotli qo'ylarni olib boqqani yaxshi, afzal. Chunki bu zotlarni yaratish uchun masalan o'sha modernizatsiya qilish uchun yaxlit klinik holatlar bor, DNKlar bor. O'sha DNKlarni joyiga joylab masalan hayotiy faoliyatini shakllantirib, yaxlit bitta o'zgarmas xususiyatga olib kelishlik uchun olimlar, ya'ni injener gen texnologlar bularga juda ko'p bosh qotirgan. Shunga yarasha bularni masalan chorvachilikdagi balansi yuqori turadi. Sababi bular ustida ancha izlanishlar olib borilgan. Bir yaxlit liniya zo'r, hali masalan o'zidan avlodga beruvchi
axborotlarni mustahkamlash uchun ancha mehnatlar qilingan bularga. Ya'ni shunga yarasha bularda moliyaviy qiymati yuqoriroq turadi narxi. Masalan, xuddi mashinalar singari. Mashinalar ham komforti zo'r, masalan, konditsionerlar yoki bo'lmasa oldi orqa ballonlarni tortishlari, burilishlar, gabarit, xullas komfortni hisobiga yuqoriroq turadi, narxi ham qimmatroq turadi. Mana masalan o'zimizning mahalliy Cobalt bu mashinalar bularga nisbatan deyarli 2 barobar arzon turadi. Agar moddiy imkoniyat o'ziga yarasha faqat o'sha ishlab mehnat qilib chorvachilik yurgizmoqchi bo'lganlarga meni oddiy maslahatim mutaxassis sifatida mahalliy zotni olgan ma'qulroq. Endi nimaga deyilgan savol bor. Chunki avtomashinani hali minmagan odam pul to'plab masalan moddiy imkoniyatlar bo'yitgandan keyin birdaniga yuqori sifatli mashinani olishi sal xatoroq. Sababi u oldin bilish kerak. Masalan, oldin pastroq mashinalarni minib ko'rib, mashina haqida tushunchani yoki bo'lmasa uni keltiradigan foydalarini bilib, masalan, oddiy bitta Cobaltni olib turib, misol uchun olaylik, taksilik qiladimi yoki xo'jalikka ishlatadimi, dehqonchilikda ishlatadimi, o'sha mashinaning orqasidan moddiy imkoniyatni bo'yitib olib turib, ana undan keyin yuqoriroq sifatli mashinalarni olsa, bu maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Chem yuqori sifatli mashinani olib turib, katta xarajatga, masalan, bu tarafda pul qolmaydida, bor imkoniyatiga komfort mashinani olib turib, ertaga undan foyda qilmayotgan bo'lsa, umuman texnikadan ko'ngli qolib ketadi. Chorvachilik sohasi ham xuddi shunday. Masalan, endi chorvachilik qiladigan, hali chorvachilik taftini sezmaydigan odam mahalliy zot boqmasdan turib, agar yuqori zotli hayvonlarni boqadigan bo'lsa, masalan, ularni bilmaydi-ku hali nima oziqa berish kerak, qanaqa profilaktik tadbirlarni amalga oshirish kerak. Shunaqa narsalarni bilmasdan turib, bularni misol uchun olaylik, bitta qo'yni $1,5 olar, balki $2,000 olar, lekin o'sha pulni chiqarib olguncha u bunga kerakli tajriba yo'q. Masalan, yosh havaskor boquvchilarda unaqa tajriba yo'q. Ya'ni o'zini oqlashi qiyin. Shuning uchun bor pulni yuqori sifatli qo'ylarga tikib yuborsada, undan foyda olmasa, umuman chorvachilikdan ko'ngil sovib ketadi. Shuning uchun dastlab boshlaydigan odam mahalliy zotlardan boshlash kerak. Masalan, olaylik, mana shu qo'y xonada o'rtacha bir tarafda 6 ta, bir tarafda 6 ta turishga mo'ljallangan. Hozir bu yerda 11 bosh qo'y bor. O'rtadagi bitta qo'y kattalik hisobiga bitta o'zi turadi. Aytmoqchi bo'lganimizki, mahalliy qo'yni olib turib, uni boqish kerak, so'yib, sotib, undan foyda qilib, orttirilgan puldan keyin yuqori zotli qo'ylarga harakat qilish kerak. Masalan, bitta katakka 2 ta qo'yni hisori yoki arashan qilish kerak. Shunaqa qilib sekin-sekin orttirib borsa, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi bu yerda agar hamma narsani biz moddiy holatga bog'laydigan bo'lsak, ya'ni foyda zararga bog'laydigan bo'lsak, buni biz avtosalondan olamiz. Va buni biz qassobga topshiramiz. Ana bu yerda avtosalondan, masalan, dastlab mashinani avtosalondan olamiz. Foydani avtosalon ko'radi, hamda bu qo'ylarni oxiri qassobga topshiramiz, foydani qassob ko'radi. Endi biz mana shu oraliqdagi mehnatlarni qoplaydigan darajadagi proporsiyani o'zimizga chiqarib olishimiz kerak. Ya'ni avtosalonga qaysi mashinani olishimizdan qat'iy nazar, masalan, bitta avtosalonda ham BYD, ham Volkswagen, ham Cobalt bor. Unga iste'molchini qaysi birini olishini farqi yo'q. Ya'ni u BYDni sotsa ham o'zini ulushini oladi, Volkswagenni sotsa ham o'zini ulushini, Cobalt sotsa ham o'zini ulushini oladi. Unga farqi yo'q. Lekin buni vazifasi sizga qimmatroq narsani tavsiya qilish. Ya'ni qimmatroq narsani tavsiya qilsa, birinchidan salondan o'sha narsa sotiladi, hamda undan keladigan, ya'ni salonda ko'radigan foydasi shunga yarasha bo'ladi. Va ikkinchi liniyada, ya'ni chorvachilik sohasida qo'ylarni qassobga topshiriladi. Qassobga farqi yo'q bu qo'ylar. Masalan, u hisorimi, arashanmi yoki mahalliy zotmi. Masalan, oddiy bitta qo'ydi, mana olaylik, mana bittasini rangi sariq, bittasiniki qora. Lekin bittasini fasoni chiroyli, masalan, quloqlari uzun, shoxdor, etdor, bunisi sal o'ziga yarasha, misol. Lekin qassobga buni umuman ahamiyati yo'q.
qassob bo'g'izlaydi, so'yadi, terini shiladi va kilogrammda, ya'ni o'sha tarozidan o'tgan holatiga pul beradi. Demak, bu yerda foydani avtosalon ko'ryapti, bu yerda qassob ko'ryaptimi? Moddiy imkoniyatga qaraladi. Odam mana shu oralig'ida o'zini ehtiyojiga qaraydi. Agar moddiy mablag'i yuqori bo'ladigan bo'lsa, komfortroq narsani oladi yoki chorvachilik sohasida elita sortli hayvonlarni oladi. Bu yerda baribir avtosalondan oladi, bu baribir oxiri borib qassobga taqaladi. Meni bitta maslahatim, yosh, hali endi chorvachilikni boshlaydigan odamlar eng quyi pog'onalardan boshlash kerak. Ya'ni oddiy mahalliy zotlardan boqib, uni taftini bilib, ya'ni unga nimalar qilish kerak, uni issiq sovuqni bilgandan keyin moddiy imkoniyatlari shu chorvani orqasidan rivojlanib borishini hisobiga keyin sekin etapma-etap o'sha zotdor qo'ylarni olishni men tavsiya qilardim. Faqat yana bitta so'zni oxirida aytmoqchiman. Bu hech qanaqa munozaralarga sabab bo'lmasin. Har bittasi Allohning yaratgan mavjudoti va har bittasini o'zini liniyasida qulayligi bor. Xuddi avtomashinalar singari. Komforti bu masalan tog' toshli zonalarda yoki uzoq yo'llarda keltiradigan foydasiga o'xshab, masalan, bu zotlarda ham o'ziga yarasha o'sha yuradigan joylarda, yashaydigan joylarda, mintaqalarda hamda odamlarga keltiradigan foydalari hammasiniki har xil. Kimga qaysi biri ma'qul bo'lsa, albatta shunisini tanlab, shunisidan foyda ko'rish kerak. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga har doim eng yaxshisi va eng sifatlisini ilamiz.